Chirchiq davlat pedagogika universitetida professor o'qituvchilar va tadqiqotchilar ishtirokida sayyor kengash yig'ilishi bo'lib o'tdi. Tadbir innovatsion ta'lim muhiti taqdimoti masalalariga bag'ishlandi. Unda hozirgi raqamlashtirish davrida bo'lajak mutaxassislarni ijodkorlikka yo'naltirish, innovatsion ta'lim texnologiyalarini tatbiq etish borasidagi bir qator ijobiy ishlar namoyish etildi. Yangi texnologiyalar, raqamlashtirish va sun'iy intellektning pedagogik ta'limga ta'siri, professor o'qituvchilarning ta'limda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari, kafedralarning zamonaviy qiyofasi va yangicha pedagogik muhiti universitetning gumanitar fanlar fakulteti misolida tahlil qilindi. Adabiyot kafedrasining barcha professor o'qituvchilari, talabalar, magistrantlar, doktorantlar, mustaqil izlanuvchilar bilan ilmiy-ijodiy hamkorlikda aynan adabiy ta'lim metodikasini takomillashtirish, raqamli texnologiyalardan unumli foydalanish, shuningdek, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan oqilona foydalanish yo'llari haqida imkon qadar yangicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqishga va o'z taklif mulohazalarimizni devorlarga osilgan stendlar orqali ifodalashga harakat qildik. Tadbirda talabalar ham o'z taqdimotlari orqali ijodiy fikrlash strategiyalarini amaliyotda qo'llash, IT va turli texnologik vositalar yordamida dars materiallari yaratish, ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning etik jihatlarini tahlil qilish, o'zaro fikr almashish orqali kasbiy rivojlanish ko'nikmalarini namoyish etdi. Bloom taksonomiyasi o'zi 6 bosqichdan iborat bo'lib, biror badiiy asarni tahlil qilayotganda o'qituvchi bilim beradi, o'quvchi esa uni tushunadi. Lekin asosiy maqsad o'quvchi badiiy asarni tahlil qila olsin va o'zi ham biror ijodiy ishni yarata olsin. Misol uchun she'r yozsin, hikoya yozsin, hech bo'lmaganda biror loyiha ishini amalga oshirsin. Bloom taksonomiyasining asosini shu tashkil etadi. Bu texnologiya o'quvchilarda yaratuvchanlik qobiliyatini o'stiradi. Ular tanqidchi bo'ladi. Ular yaratuvchi bo'ladi. Maqsad tinglovchi o'quvchini topish emas, maqsad yaratuvchi o'quvchini rivojlantirishdir. Bloom taksonomiyasi ijodkor o'quvchini tarbiyalaydi. Kengash ishi kreativlik, innovatsiya va hamkorlik muhitini yaratishni maqsad qilgan.